Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 14-cü sanını görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görmədlərimiz, bu mübarək ay kirgəndən bu yan hər günü şu saatda huzurunuzda buluyatımız. Hər günü bir temini sunuşqa tirişiyatımız. Rabbim bu dərslərdə, bu mübarək saatlərdə sözlənən hər bir məzmununu özümüzə özləşdirib həyatımızğa az bolsunmu bir yenilik, az bolsunmu bir taqvalıqni qoşub mengashqa müyəssər qilishini Rabbimdən tövəncəkdən sorayımız. Bugünkü temamiz tünügün elanımızda bəgəndək zulüm və adalet haqqında buludu. Bugünkü aziz mehmanımız həmin tanış bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi Avstraliya vəkili şunaqlı qorğuculardan Abdusalam Adem ustazını təklif qıldıq. Avstraliyadan qatnışıb atdı. Qimmatli vaxtını çıxırıb, qədəm təşrif ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köp rəhmət etimiz aldı bilən. Sizlərə rəhmət, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadirli görmədlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq tarqıtılıb atdı. Ekran alışıq durub atqan nömrələr arqılıq proqramımızla əlaqədar fikir təklif edişənlərini ümid qılırıq. Şundaqlı köplügən qayırlaşırımızdan paydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmamışlar. Ondan sonra başlap kessek naiti zil bir tema. İnsan bir cəmiyyətdə hər qandaq vaxtda meyli öz şəxsi insanlar oturistiki muamillərdə bolsun. Davamlıq halətdə köpüncə zulüm deyilgən vaxtda özara münasibətlərdəki bir-birisiga qilingan nahaqçılıqlarni düşündüm. Qallasaq şu kildi. Ya haqla bir narsani yeyilish yoki zulm qilib qo'yish, tillab qo'yish degandek bir shakldandi. Şu bir zulm degan nima deganni biz islomning istilohida bir tushunib o'tib uning keyin kirsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ba'd. Allah'a hamd sana Peygamber aleyhissalatu vesselam qadir Resulullah yolğan ekin. Zulüm degan söz menimcha bu her bir Uyg'urga noto'g'ri so'z emas, hammadan zulmni biladi. Ammo buni tushunishda har xil tushunadi. Chunki hamma odam o'ziga qilingan adolatsizlikni yoki insofsizlikni zulm deb qaraydi. Zulm amaliyotda bu arab tilidagi so'z bo'lib, bu bir narsani o'z o'rnida qo'ymaslik yoki o'rnidan chetnitib o'tish, haddidan oshirib o'tish degan ma'noga kelsa, u bir narsaga to'g'ri muomala qilmaslik degan ma'noga kiradi. Hamda u to'g'ri muomala qilmaslik yoki uningga tegishli bo'lgan narsani kamaytirib o'tish yoki uni haddidan oshirib o'tish yoki uni vaqt munosabati bilan bo'ladi yoki kun munosabati bilan uni qaymaqonlashtirib o'tish degan mazmunlarni o'z ichiga oladi. Hani bizning bu dinimizdagi turishda zulm degan Allah birinci qilib buni dinimizda iman nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, iymanda sağlam bo'lmay Allohga iymanda bir narsa shirk keltirish. Bu eng cho'ng zulm hisoblanadi. Xuddi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo innash-shirka la zulmun azim degandek. Haqiqatan shirk keltirish, Allohni to'g'ri tanımaslik, Allohga shirk keltirish bo'lsa, bu insofsizlikninki, adolatsizlikninki eng kattasi, eng nachiri degan mazmunda Allah subhanahu wa taolo bayon qildi. Xo'sh. Menimcha bu shunchalik bo'lsa va qarindoshlarimizninki tushunchasiga yetarli deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu Rasulimizning bir mashhur hadisi va ko'pinchalarimiz bilishimiz mumkin. Buxoriy va Muslimda tilga az-zulmu zulumatu yawmil qiyamah. Ya'ni zulm qiyomat kunining qarang'uliqlaridan yoki zulmatlardandir degan bu hadisni qanday tushunamiz? Shuni biroz ochgan bo'lsak. Bunu tushunishdan burun biz bu bak muhim hadis. Albatta zulmninki islomdagi o'rniga bir qarab tursak bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloninki go'zal sifatlaridan birisi o'zini Alloh tanitganda o'zining adil, adolatni barpo qiluvchi, adolatning manbai. Allah subhanahu va taolo har ishni o'z joyida adolat bilan bujurdiganligi haqida Allah subhanahu va taoloninki qudusiy hadisida Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan Allah subhanahu va taolo o'ziga zulmni harom qilgan. Yani Allah'ın sifati adil bo'lguncha albatta uning zulmninki zarrachilik bir holat shakllanib qolsa, uningdagi adolat vujudga chiqmaydi. Allah subhanahu va taolo adolati mukammal shunday bir adolat.
o adaleti özünün bütün mahlukatlarınınki ularga berilgen, inam kılıngan narsalarda olsun, ularga berilgen imtihanlarda olsun, ularning mukofotlaştırib olsun, ularni jazolashtırib olsun, hammasi de Allah subhanahu va taolo adolati asosi. Allah o'z adolati bilan har ishni yaratadi va Allah subhanahu va taolo har narsaga rizq berishdi bo'lsin, uningga hayotlik berishdi bo'lsin, hamma narsa Allah adolati bilan bo'lgan. Allah zarrachilik bandasiga mahluqotlarga zulm qilmaydi. Şuna Allah o'ziga zulmni harom qilganligini shu hadisda aytib, inni harramtu zulma ala nafsi ve ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Xuddi men o'zimga zulmni harom qilgandek, sizlarga o'zaro bir-biringizga zulm qilishni harom. Ya'ni chunki men sizlarni bundan cheklayman. O'zaro bir-biringizga zulm qilishmanglar degan buyruqni Allah subhanahu va taolo berdi. Endi bu islom dinimizda eng og'ir gunohlarning birisi bo'lib, islom dinimiz bundan qattiq agalangan. O qaysi şekilde bo'lishini qanday. Shunga zulm degan so'z kelgan vaqtida unga ergishib turgan narsa hammasi qabahat, uning natijasi hammasi to'g'ri bo'lmagan, nachar bo'lgan holatga keladi. Masalan, zulmni Allohning yaxshi ko'rmaydiganligi haqida oyatlar. Vallohu la yuhibbuz zolimin. Alloh zolimlarni, zulm qiluvchilarni Alloh yoqtirmaydi. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Zulm qiluvchilarni Alloh to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Demak, zulm qiluvchi o'zining qilgan zulmining natijasida o'zining to'g'ri yo'lini topolmaydi. Undan mahrum qoladi. Hatta ki Allah'ın laneti mi zulüm kılıçlarına bulundu. Ela la'netullahi alel zalimin. Yani zulüm kılıçlarına Allah'ın laneti olsun. Diyen ayetlerle uçurdunuz. Ve şundakla zulüm kılıçınınki cinayetinin eğirliğinden Allah subhanahu ve teala agahlandırıp şundak dedik ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ. Zulüm kılıçlarınınki, haddini aşkçılarınınki kan işlerini Allah habersiz kaldırıp. Ve bu çokum edibini geliyor. Allah çokum onunki adaleti bilen bu zulüm kılıçıga tegishlik jazosini Allah subhanahu va taolo beradi. Xo'sh. Degan nuqtalardan qaraydigan bo'lsak, albatta bu shu zulmninki islomdagi o'rni va uningki naqadar cheklangan va harom qilingan narsalar eng yuqori darajada cheklangan ishlarni ko'ramiz. Bu zulm insonlar o'rtasida o'zaro bir-biri bilan qilishgan muomalalarda kelishi mumkin. Hattoki bir otaninki o'zining bolalari qilgan munosabatda, bolalari qilgan qarashida, muhabbat berishida, taqsimotida hattoki. Masalan, bir odamninki bir necha oilasi bo'lgan bo'lsa, shularning o'rtasidagi adolat masalasidami bu yerda yine shu zulm bo'lib qolsa, bu yerda chiqqanligi bu to'g'ri bo'lmaydigan. Shunga Qur'oni Karimdami, garchi masalan bir misol qilib aytsak, islom dinida er kishiga birdan ko'p odillik bo'lish ruxsat qilingan oyat kelib turib, agar sen adil bo'lmasang birdan qal fawahida fa illam ta'dilu fawahida. Demak, bu yerda adolatning hamma yeri bo'lish shart qilinadi islom dinida. Adalet bombada tepilmedi degan yerdan bo'ladi, zulm chiqadi. Zulm paydo bo'lgandan keyin Allohning g'azabi, Allohninki yaxshi ko'rmasligi, Allohning noroziligiga olib keladi. Allah razı olsun. Demek endi o'sha adolatning gapi chiqdi, ham temamiz zulm va adolat. Adolat deganda qandoq tushunamiz, hayotimizda qandoq tatbiqlaymiz? Her işte adil bo'lishning o'lchami nima shularni bir misollar bilan qisqa bir shaklda tushuntirsak. O'sha bunga kelishdi, buni bayon savolning bir qismiga javob bermay qoldim. Az-zulmu zulmat yawmal qiyamah degan. Zulm ya'ni qiyomatning zulmatlarining bir ko'rinishi degan. Buningda dunyoda bir odam bir xatolikni bir ziyon zulm qilsa o'ziga, ya'ni o'ziga zulm qilish, masalan Allohning Robbini to'g'ri tutmaslikni zulm qilsa. Yoki Allohning payg'ambarimizga o'rgatgan sunnatlarini yoki chaqiriqlarga amal qilmas. Üzümü insan üzgü zulüm kalır. Çünkü her bir hatalıkın bir cezası var diyen ma'nosi. Sen bir hatalıkla sadır kılsan, o arkalık sen üzerine zulüm kılırsan. Çünkü sen şunun neticesi Allah'ın aldığı bağında onun cezasına tatlırsın. Diyen bezmunu görürüz. Şimdi bu kıyamet günü bağa vaxtda o karanlık bu vaxtdaki zulmetini tasavvur kılıp olamayız. Bu dünyada kalan zulümün neticesi ahirette bağa vaxtda ondaki bu zulümünki kançılık ağır cinayet geldiğini şu vaxtda insan hakiki manada göreleydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mundaq bir örnek sözü var. Bir gün sahabelerine Peygamber aytgan. Muflis kim degan? Muflisning kimligini bilamsizlar deganda sahabelar turib, muflis degan bizning aramizda pulusi yo'q, kumushi yo'q, oltini yo'q, la dirham va la dinarlar degan. Shunda odamlar biz muflis deymiz. Deganda Peygamber aleyhissalatu vesselam mening ummatimdagi muflislar, ya'ni bizda aytgan muflis degan so'z iqtisodi yo'q yoki pul bilan bir aqlam ayrilib ketgan odam. Muflis deymiz. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun dini nüktü şebrip, benim ümmetimnin içindeki muflisa qanday deganda, uninki qilgan amallarına ait köp. Namaz o'qish orqali, ro'za tutish orqali, zakat berish orqali erishgan
mukofotlari, savoblari u shundoq ko'p narsaga erishgan, ammo bu odamninki xarakterda zulm qilish xarakteri bo'lgan. Birisini tillagan, birisini ahonat qilgan, birisiga haqorat qilgan, birisining qinni to'kkan, birisining ustiga g'aybat shikoyat qilgan. Demak, nurg'un xalqlarninki, insonlarninki haqqiga tajovuz qilgan. Ya'ni bu zulmninki eng nimasini mukammal bir ko'rinishini payg'ambar alayhisolom misol qilib ko'rsatdi. Demak, bu insonning mol mulkiga tajovuz qilish bo'lsin, uniki begunoh insonning qinini to'kish bo'lsin, uningga haqorat qilish bo'lsin, uni tillash bo'lsin, urush bo'lsin, qaysi shaklda bo'lishdan qat'iy nazar hammasi zulm kirdi. Shunday qilgan odam, ammo Allohning oldiga borgan vaqtida u o'zicha men nojo'q ish qildim deb o'zining savobini ko'tarib, uning namat qilishini ko'rsatib, mana meni o'qigandimizim, ro'zam, bergan zakotlarim deb o'zi Allohning marhamatini tutib shunda turgan vaqtda shu haq talab egalari zulm qilingan odamlar, o'sha odam orqali zulm uchragan insonlarning hammasi kelib bu vaqtda Alloh oldida da'vo ochadi. Shikoyat qiladi: "Ey Alloh, bu birisi qilib deydi, bu meni tillagan deydi. Birisiga meni urgan deydi, birisi meni qinimni to'kkan deydi." Demak, bu shikoyatchilarning soni shunday ko'payishga boshlaydi. Shuni Alloh subhanahu va taolo adolat barpo qiluvchi, adil bo'luvchi bilan Alloh subhanahu va taolo bularning haqqini berishga boshlaydi. Hamda u vaqtda beradigan haq qanday nima bilan bo'ladi? Yoki sen bas savob amalingni, savobini unga berish bilan bo'ladi, yoki bo'lmasa savobing bo'lmadi holda ularning gunohini o'zingga yuklash. Beşida bu odamning yiqqan savoblarini Alloh subhanahu va taolo tutadi. Hattoki uning bir savobı qolmaydi. Nolga aylanib savobi. Ammo shikoyat qiluvchilarning taqsiri tugungan, haq talab egalari taqba. Bular taqi o'zini haqqini talab qilayotganda, lekin Alloh subhanahu va taolo ularning gunohlarini bu odamning ustiga, bu odamning xotirasiga yozib qo'yishga boshlaydi, yuklashga boshlaydi. Shuni oxirida bu odam barliq hasanatlarini, yaxshiliklarini hammani yo'qotgan va qo'shilib ularning boshqalarning gunohlarini yuklan holatda tahdidladi, jahannamga tashladi. Mana bu zulm deganki oqibatining qanchalik qo'rqinch bo'lganligini biz uni ko'ramiz. Ama bu zulm bir inson bo'lish sifati bilan zulmdan hazar edish kerak. Sen meningki hozir kuchim bor, pulim bor, davlatim bor yoki u degan narsa bilan o'zining ma'lum kuchi doirasiga ko'ra boshqalarni oyg'asib qo'yilish, boshqalarni buzab qo'yilish orqali o'zing maydonga urib men deb buning bilan buni Allohning oldiga borgan vaqtidagi ahvolini qarasang, u vaqtda sening butun hayotingning hammasiniki qorong'ulik ekanligi. Sen hatto dunyoda erishib oldim, shum orqali erishib oldim, buning orqali erishib oldim yoki no'jligim orqali erishib oldim degan narsani amaliyotda sening erishgan no'jlig emas, balki u butun qorong'ulik, zindon, zulmatning o'zingga umishiga yuklab olganligini boshqa narsa emas. Bundan hazar ayla. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam mu'minlarning bundan qattiq hazar elishiga chaqiradi. Buni nurg'un bilan ushurtimiz, dalillarni ushurtimiz. Shunga hattoki bir odam o'ziga zulm qilmaslik kerak hattoki. O'ziga zulm qilmaslik kerak-da. Va la tulqu bi aydikum ila tahluk. O'zinglarni halokatga boshlamanglar. Ya'ni o'zinglarni vayron qilmanglar. Ya'ni Alloh sizlarga buyurgan jihodni tashlash orqali o'zinglarni halokatga ilib bormanglar. Bu zulmni uchun sen demak sen zulmga qarshi turmaslikning o'zini bir zulm deganlik chiqadi. Sen zulmni ko'rib turib, zulmga qarshi chiqmasang, uningga tegishli hassangni sen qurban qilmasang, sen shu zulmninki shu hassiga o'zingni sherik qilgan. Shunga Alloh qiladigan zulmni inson Allohga zulm qiladi. U qanday bo'ladi? Alloh shirkka tushar. Allohga osiylik qiladi. Allohning payg'ambariga zulm qilish mumkin. Bu Allohning payg'ambarining sunnatlarini qalaymaqon qilish, ayg'aslik qilish, agashmaslik, hurmatsizlik qilishadi. Balki inson boshqalarga qiladigan zulm bo'ladi. U o'zaro munosabatda bir-birine hakkını tecavüz kılış, birbirine hakkını yeveriş, uruş, tillaş, ahanet kılış degandek. Veya ki üzünün aile balları zulüm kılış, mesela bayan degandek, ailelerine yaxşı muamele kılmaslık. Kudde Peygamber Efendimiz istevsu bin nisai ayallahu yaxşı muamele yumçam bununla, onlara mehribanlığını görsünler ise, ona ben er kişi o, hukuk, men de degandek, nam bilallah, Allah'a hakaret kılış, özge ilmaslık, kulağını kudde öydeki satılağın kulga okşaş, ularning haqiqatan xizmatini talab qilish, ularning birleşib qolgan haqlarini joyida emaslik, hatto o'zining bolalariga, avlodlariga yaxshi muomala qilmaslik bu bir zulm. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qashqa birisi kelib, ey Allohning rasuli, men ma o'g'limga bir begim bordi, shuni otgan vaqt shu tasavvur deganda Payg'ambar alayhisolam buni boshqa bolam bormi degan. Va deganda uningga shuni o'qishni ba'dan degan, yo'q. Mali bak yaxshi ko'ratdim. Endi undaq zulmga, undaq yolg'onchilikqa munosabatni va'daga chaqirma degan. Bugün şehadet zulüm kirdi degan zulüm. Özüge zulüm kılış. Allah subhanahu ve taala bizni özümüzün hayatını halal bilen yaşaş buyuruyor. Halal yaşaş buyuruyor mesela.
Biz bunu da biz özümüzdeki salomatligiga diqqat qilmasak, halol haromimizga diqqat qilmasak, pul malimizni qayerdan topdik, haloldan topdikmi, haromdanmi, bunga diqqat qilmasak, bu vaqtda biz özümüzge zulm qilgan bo'lamiz. Hattoki inson o'zining badanining talabi bo'ladi. Shu talabini o'z joyida o'rinlamasdan o'zi bir zulm. Masalan, badan charchagan vaqtda uyquni aromni talab qiladi. Shunda arom elish imkoniyati bor aramlanmasa. Bu masalan bu yoshlarimizda hozir qilinayotgan bir ig'ir bir ofat bor. Buni bu avlodlarimiz, bu yoshlarimiz buni tushunishi kerak. Masalan, qo'ldagi telefonlari, iPadlari, ya kompyuterlari mushuna bilan bo'lib ketib, kechirib bo'lmay, o'zini vaqtlarini zoya qiladi. Bu ularning o'ziga qilgan zulm emas. Bu intayin cho'ng zulm. His qilmay o'ziga zulm qiladi. O'ziniki salomatligiga ta'sir qiladi bu ishlari. Buni aromiga ta'sir qiladi. Bu hammasi zulm qilib, bu men bu o'zim qildim bu deyishlar tugmaydi. Bu shuningdan savol qilgan oldida. Xo'sh. Inna alayka haqqan degan mazmunni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sening ko'zingning masala ustida haqqi bor. Degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Oilaning masala ustida haqqi bor. Demak, har qanday bir haq onu bunu diken sana yüklenirken onu icraat orunlamasının üze avtomatik onu bir kapırdı, zulüm kapırdı. Zulüm sadır buldu diyen gap sen bir cinayet sadır kıldın, cinayet işledin. Bunun çukum Allah'ın aldığı bağında cevabını verirsin. Eğer bu dünyada onu konuşmamışsan, onu sen Allah'ın aldığı bağında tülep bulunmaya kalırsın. Çünkü ta ki bir adamın hakkını tecavüz kılan ahval aslında Allah sen bilen, Allah'ın bilen benden 30 olan günahlarını Allah götürüşü mümkün. Ama bir adamın hakkı tecavüz var, onun zulüm kılan bozulur. Allah bunu götürür. Ta ki şu adam size götürür. Ve bu noktalar mühim noktalar, nurgun ahvallarda bize oylanmasın. Mesela hazır konuştuğu dünyasında, sosyal medyalarda bir adamın üstüne küçükten bir yer yapmasa onun üstüne bir monç hakaret edilmez. Hoş. Bir adamın doğru yolu yeteklaş mecburiyetimiz var. Nasihat kılış bu müminlik mecburiyetimiz. Ama ben birisine o nime kılımın da onun hatalarını, eğer o hata boğan takdir bunun ayıbını içiş. Bu doğru şey emas. Eğer o adamın qilgan ishi bütün milletga ziyonlab bo'lgan bo'lsa, millet onun hatalarından, onun zihninden ergalandırır için onu dese o başka. Ama bir adamın şahsi bir işi, onu kopup şahsi bir münasebet, şahsi bir muamele ekilip onu bütün dünyada, onu doğru dünyasına ekilip bütün halk kalip adamı resva kılış, bu İslam ahlakı emas. Bu zulüm kılmak, haddini aşırı. Gerçi o adam zulüm kıldıysan hatalık kan buluştuğun, sen onu özüne layık halette onu muamele kılışın gerektiği. Sonra Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala sizlarga birisi zulm qilgan bo'lsa, sizlarning haqqinglarga tajovuz qilgan bo'lsa, sizlarni uning haqqinglarini elinglar, lekin sharti nima? Fala ta'tid. Chekini oshirib o'tmanglar deydi. Bu chekidan oshirib o'tish nimaga olib boradi? Zulm qilib boradi. To'g'ri. Bu normal munosabatlarda, oila ichida, do'stlar o'tirsida, bulukmu bu tor dünyasida birbirini ko'maytirib, do'stlik birbirini ko'maytirib, dushmanlashib ketgan ahvollar ko'p bo'ladi. Buningda biz masalan elishimizga tushib, bu shundan bu savol qildimiz biz. To'g'ri. ولا تقف ما ليس لك به علم. Sen haberin yok, malumatın yok derse ekledim üzerine onu baha vermetme. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sen anlagan dersen, kögen dersen hatta oylaganların bunun da Allah'ın sıfırını. Sen de bunu sen şunu. Yani biz bu işin noktanı düşürge vaxtımızda ondayken ha zulüm bu xatarlik işkende bu vaxtda biz üzümünü qaytadan derkiselip zulümün ornuğa adalet berpa qilishni vaqtimiz. Xo'sh. Rahmat. Endi shu adalet deganda qanday tushunamiz, hayotimizni qanday tatbiqlaymiz, har ishda adil bo'lishning o'lchami nima deganda misollar bilan. Adillik bu azbayam zulmni tushungan bo'lsak, zulmning dal ta'tirisini tushunsak biz adillikni tushungan bo'lamiz. Adalet demek ham degani har narsani o'z o'rniga qo'yish. Har narsani o'z loyig'ida, o'z o'rnida muomala qilish. Masalan biz banda bo'lish bilan o'zimizning bandaligimizni tunish. Allah'a kul boğallığını itiraf kılışımızın özü bir adillik. Bizim özümüz adilliğimiz. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nı Rabbimiz de tutup ve Allah'a özümüzün kulçılık kılış mecburiyetimiz bağını sunugallığımız bu biz imandık adaletimizin berpa kıllığımız. Çünkü bizim dinimiz talep kılıdı. İmanda biz adil oluşumuz gerek. Dinde adil oluşumuz gerek. Ondan keyin Allah'ın bizge buyurgan bu becerek kültürüşte Kur'an-ı Kerim ko'rsatgan bo'yicha, Payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'rsatgan bo'yicha ish qilganligimiz biz odillik bilan ish qilganligimiz. Uni o'zgartirib o'tmasdan, tushirib o'tmasdan yoki yangi bir narsani dindan paydo qilmasdan, bid'at paydo qilmasdan biz Qur'on hadisga uyg'un holda yashasak, Qur'on hadisga uyg'un holda harakatlarimizni shu o'lchamga tushirib qilsak, bu vaqtda odil yashagan bo'lamiz, odil qilamiz. Ya'ni bu adolatni biz hamma sohada ko'rishimiz kerak.
imanımızda adil buluşumuz gerek. Şirkten tümügen asıl iman etsek o adil olmalıyız. Eğer şirk tutmasa zulüm ayrılık olurdu. Emel ibadetlerimizde biz adil buluşumuz gerek demek. Allah buyurgan göstersen, Peygamber Aleyhisselatü göstersen yoluyla gan ibadetimiz ibadet olurdu. Eğer bunda bu bakasa bu ibadet mi? Buna ayrılık zulüm kılan bu kalım yüzümüzge. Mesela en akallıysa 5 vakit namaz Allah bizge farz kılan. Biz bunu kemeydi de bir vakit okuyalayım şundan okuyayım desek zulüm kılan bulunuz. Adil olmagan bulunuz. Ya ben 5 demez bunu 4 rekat namazı 6 rekat okuyup 3 rekat koşmazsak yine zulüm kılan bulunuz. Xuddi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir adam tarat ve qava. Fakat yürüyüşte buyuran. Eğer sen bir deniz tutup tarat ağım olsan mı ya da ondan istirap kılma. Yani suyu çıkıştırıp etmek. Gerçi bir tükep ketmeydi o su çıkma diyen. Emas maksat bilen yaşaş, adil yaşaş. Şu adillik ölçümüne, şu mizanda yaşaş meselesi İslam dinimiz var. Bizim o dersimiz çıkıp kessin, haddinden taşkı. Ya ki eşyası bulunmaya kalsın, bizim görüştürüşümüz, şirketlerimiz, yap sözümüzde, muamelemizde bunun da özgürlük olması gerek. Demek ona her nersini öz ölçümüyle yaşaşının üzerine bunu biz hakiki adalet ederiz. Hani bu bayan zulüm hakkında falan insanlara okşaşlar. Biz kişilik münasebette birbirimize kalan muamelede olsun, yap sözlerde olsun, hareketlerimizde olsun, ailemizdekilerle olan münasebetimiz olsun, evlatlarımızla olsun, hatta ki düşmanlarımızla biz adil bulaşmamız gerek. Suların yüzümüzden hak hukukunu ağa vaktimizde, intikamımızda ağa vaktimizde, bu da Kur'an-ı Kerim'de kandak üretken olsa فَلَا تَعْتَدُونَ şekilde aşure etme anladık. Şiiri var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kandak olsun, kandak yol tutarsak, Peygamber Aleyhisselam sahabeleri düşmanları karta kandak yol tutkan olsun, tutargan olsun tutarsak, bu vakitte biz hakiki adil olabiliriz. Bulağa meydanını müstehkem yüzümüzden meydan inip kılaydığında tiklenip kalmay, meydanımızı setip etmey, eslimçilikimize kirip kalmay, yüzümüzden davasında müstehkem tutmak bizim bir adalet. Çünkü adalet bizim için talep kılır. Bu adalet yüzümüz için, milletimiz için, halkımız için, bütün insaniyet için biz bu adaletini berpa kılışka çalışmamız gerek. Ben bir katım bir sorunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber bulup kılıştaki asaslık maksatlarının birisi ya asaslık maksadı Peygamber adaletini berpa kılıştı. Desem bazılar onu doğru düşünmeyi o bu Peygamber Aleyhisselam degan başka bir şey geldi olsa, dine davet kılış için geldi olsa, adam adalet için deyip başta yapılan oturup çıkan ahval buldu. Hoş. Allah'ın dinine çağırışının üzdün mü çok adalet var mı? Siz ne hak yoluna çağırıştığın çok adalet bulamdı. Peygamber Aleyhisselam üzü degen olsa, men adil olmayı kim bolsun dünyada? Bu ganimet taksim kılıştım adillik olmaydı. O adillik bir nesini biriş bulmadık mesela emez. Bu imandan başla, muamele, ahlak, terbiye, ilim setim, hatta ki azanınki hayatını, 24 saatlik hayatını yaşaştı halaldan kesip kılış, haramdan saklış, bunun hepsi adalet talep kıldığı narsa. Adil olmasan üzenge haramdan yiyişin mümkün. Adil olmasan harak içişin mümkün. Adil olan vakitte üzenge mani kılmayma deysen. Çünkü bunu kılsan sen de kurtulum kabul edersin. Ma şekilde tutulan vakitte Kur'an-ı Kerim'in bize adalet çağırır. Allah'ı i'dilu huve akrabu lit-takva. Takvalık en yakın nasa silahı takvalık en yakın eriştirilen nasa adalet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı şu, adaletini kişiler otursun, münasebet adalet bulmuşsun, ulanın ahlakındaki adalet bulmuşsun. Hem mesahede Peygamber Aleyhisselam mükemmel bir adalet deriklisini, kanununu, nizamını oturup koygan ve şunun için güneş kılmak. Hoş. İslam dilimizden alçı akıtı şu. Köp rahmet, Allah razı olsun. Hem de ahırda şu insanın özüge kılgan abayı yukarıda bir eğiz gapına ötüp ketip kaldı. Şu insanın özüge kılgını, yani özen zulüm kılma deyimiz. Nime üçün bu, yani dinimizde en çok zulüm de bataldı yani. Çünkü bir adamınki özüge zulüm kılışı demek bir hakikatle tunumaslığı. Hakikatle tunumaslığı bir zulüm desek, hakikatle tunuşu adalet de düşünsek bunu. Hakikatle kabul kılmaslığı o şu bir adamın elek etmeydi. Bununki hatırı başkalarına mı yok? Mesela bir adam hakikatle kabul kılmasa, siz manatı kabul kılmadığınız o değilse, o adam yüzününki şu hata düşüncesini, hata akidesi olsun, hata çıkan yolu olsun, hata siyaseti olsun, hem de aklı için bu için yalan yolda sözlerini kıldığı hareketlerini kılmışlar. Ve başkalarına şu hata yoluna tevbe kılıyor. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin sıfırıyla kafirlerin sıfırına yakın اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلٍ Hakiki müminler Allah yolunda cihat kılıyor. Yani Allah rızalığını asas kılıp bir iş kılıyor. Hakiki müminin kıldığını bu. Bu başka maksatla kılmaydı bu. Namı için kılmaydı, ya ki onun için bunun için kılmaydı.
Allah ne maksat kılıdı? Şu Allah'ın maksat kılan şu nimisinin içinde, ihlasın şu niyetinin içinde bütün başka şahsılar hepsinin içinde hasıl buludu. Vatanıma hasıl buludu, milletininki kurtuluşuma hasıl buludu, yüzünün bayaşat durmuşuma hasıl buludu. En mühimi Allah'ın aldığı bağında cennet hasıl buludu. Ama kafirce وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Littağut emez. Fi sebil tağut. O kafir tağut yani hata boğan, zulüm ne asas kılgan yolga o küreş kıldı. Aşın yolları küreş kıldı. Fakat bir tağut için şeytan için demez. Aşının kab elip bargan barlıq narsalar için küreş kıldı. Çünkü bir zulüm ne? Yaşayan adam yoki bir adaletsizlikni o'zi uchun to'g'ri deb qarab qolgan adolatsizlikda yaşagan boshqalar qilgan zulmini hargiz men zulm qildim demaydi. O'zining xatoligini bir to'g'ri qildim. Masalan, hozir biz yashayotgan Xitoydan iborat bo'lgan bu dunyodagi eng chong zolim hammadan biladi. Ammo e'tirof qilayotganlarni aytazda. Tushunib yetdi dunyo uning qanchalik nacharligini, lekin e'tirof qilib emas. Ana mushu Xitoylarning mushu bizning xalqimiz yurgizayotgan mushu siyosatlari, mushu rezilliklari, mushu zulmlarini Xitoy yana aqlab tushundirdi mesela dunyoga. Mesela mushu kamplarni tulab yo'qotish iborat bu qilayotgan bu vahshiy qilmishlarini shundayli biz bularni tarbiyalayapmiz. Ularning nazarida bu cho'ng yaxshi to'g'ri ish qildik deydi. Demak, bu zulm o'ziga qilgan zulmning eng yuqorisida bu. O'ziga zulm qilganini e'tirof qilmagan vaqtda nima bo'ladi desa, u yana shu qilgan zulmni adolatga yo'gashga adolat qilib ko'rsatishdi. Mana bu zulmni shunga bu yerda inson zulm qilmaslik. Xo'sh. Chunki buni qilgan vaqtida sen o'zingni faqat halokatga ilib barasan. U sening hozir vaqtli qilgan narsang mangu sening demak bo'lmaydi. Fir'avn bir davr shunda qilib baqqan. Oxirisi qanday bo'lgan? Namrud qilib baqqan, qanday bo'lgan? Bir qilgan oxirisi natija qanday bo'lgan? Zulm qilgan masalan. Nurg'ullar zulm qilganda tarix zulmda bo'lgan. Ammo shular hammasi o'z davrida to'g'ri qildik degan. Hammasi to'g'ri qildik degan. Ammo Alloh nima deydi bu yerda? Sizlar o'zinglar zulm qilyapsizlar. Allah'ın aldığı bağında bu cinayetinlerini Allah'ın aldığı tapşırılan vaktinde Allah sizlerin cezalanan vaktinde onun için tuniste. Onun için sizler üzerlerine zulüm kıldıklarını tutma zalimnâhum velakin kânû zalimin. Allah der biz zulüm kılmadık kulağa. Allah bizge hakkını görsün koydu. Zulümün nemiligini, adaletin nemiligini görsün koydu. Ama biz özümüzün xahişi boyunca, özümüzün konuunu hoş kılış için, özümüzün şahsi menfaatleri için ma'lum narsani o'zgartib, chiroyini boshqacha shaklini uni o'zgartib, uni boshqa rang urib, uni biz chiroyli ko'rsatib, adolat to'g'ri qildik deb to'g'ri aylantirgan taqdirda bu to'g'ri qolmaydi. Xato abadiy xato. Zulm u qanday rang berishni qadar zulm u xato u ma'lum vaqtda kishilar tarafidan majburiy qabul qilindirisimi, u hargiz rangi o'zgarib qolish bilan u to'g'ri qolmaydi. Çünkü adalet ma'lum vaqtda resim bilan yoki zulmninki ko'payishi, zulmninki kuchli bilan adalet qilib qilib, uningki to'g'riligi kishilar tarafidan bilinmay qolib qolgan taqdirda, qolib qolgan ahvol ostida bu adalet o'zininki haqiqiy adalet to'g'ri ekanligini qo'ymaydi. Bu chuqur oshkor bo'ladi. Chuqur batil vayron bo'ladi, haq chuqur g'alaba qiladi. Bu qonuniyat. Endi bu qonuniyat ba'zi qiladi, ba'zi o'rin talab qiladi, ba'zida kurashtiradi. Endi bu haqda kurash kerak. Xo'sh, xo'sh. Kurashni joyida qilgan vaqtida undan keyin bu adolatni yuqori pallaga ko'tarib, vaqtida adolat orqali zulmni yo'qotib bo'ladi. Shunda buning natijasini bilan xulosa vaqtida hammamiz bir inson bo'lishimiz bilan bir musulmon bo'lishimiz buni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Har bir inson o'z hayotini qolish kerak. O'zimizdagi mendan qanday zulmlar sodir bo'layotdi? Men orqali kimga zulm bo'layotdi? Kimning haqqini tajovuz qilyapman? Kimning ko'nglini og'irtyapman? Kimni buzaq qilyapman? Kimning haqqini yetkazayapman? Kimni aldayapman? Deganda narsalarda inson o'ziga savol qo'yib turib, bunday savol qilib, men ma'noda bormi yo'qmi? Ma'ishda qanday qilganini savol qilish orqali o'zini o'ng'ashish. Bu o'zini muhasaba qilish insonning nurg'un xatoliklardan saqlab qoladi va shunday eng xatarlik bo'lgan bilib bilmay boshqalarga zulm qilib qilishdan va yoki o'zi qilishdan Allah inson o'zi muhasaba qilib o'zini tekshirib aytdi. O'zini qo'dab qilishga va bu xato ishni sodir qilishdan oldinishga foydasi bor. To'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Ayt güzel ekipali. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir qatnoq programmada ko'rishguncha omon bo'lsin inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib zulm va adolat
temasizdagi 14. son programmamizda müşahede ahırlaştı. Anlap öttük. Rabbim inşallah bu derecede muhim bu meseleye ait dikkat kılışımız gereklikini inşallah. Aşu bir gün abay söylep ötkendeki mana şundaq bir ulu ayda bolsa her birimiz etrafımızdaki kıyırındaşlarımızdan, tonuş bilişlerimizden kechirim so'rab, agar bizden shundaq bir insoniy muomala har xil shaklda o'tib ketgan bo'lsa, kechiruv etishini talab qilishimiz intayin muhimligini his qildim. Chunki ana shu muflis bu ummatning ichidagi muflis bo'lib berib qolmaslik uchun hech bo'lmasa hayot bizning jenimiz hozir vujudimizda bormi shu vaqtda o'zimiz har bir shaxs albatta o'zi bildi kimlarga nima qilib qo'yganligini umumiy shaklda atrofidagi tunish bilishlardan kechirim so'rab bir halollik elib olishi intayin muhim ekan deb his qildim. Buni qilayli. Shunaqla hiçbir zolimning bu Allohning adolati oldida put terib turolmaydiganligi, nim bo'lib ketsin degan misollar keltirildi. Yana bu tarix qaraydigan bo'lsak, ni zolimlarningki cho'pligiga, qabristonligiga aylanib ketgan. Alloh hech kim men zulm qilib oldim, men yashab oldim, men kuchimni ko'rsatib oldim deganiga uning ruxsat qilmaydi. O'zining adolati bilan chuqum ularni vayron qildiganligi Rabbimning va'dasi. Buningga ishongan holatda bu iymon bilan yashashni har birimizga nasib qilsin Rabbimiz. İnşallah Rabbim ömür verse, o'xshash soatda ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.